Hurmatli ayollar, butun yoz bo'yi korset taqardim, hozir havorasi issiqda deb bahona qilib keldinglar. Mana havola ham ancha salqinlashib qoldi. Xo'sh, endi nimani bahona qilmoqchisizlar? Voy, bu korsetni bemalol hamma faslda taqsangiz bo'ladi deb aytsam, shu osilgan qorninglarni ketqizishi, ozishi 3 oyga kechiktirdinglar. Lekin ozishga qaror qilib, shu korsetni taqaman va qornimni kirg'izaman deb o'ziga o'zi so'z berib, mendan yozi boshida korset olganlar, уже allaqachon qorniligini yo'qotishdi. Hali ham kech emas, hech qachon hech nimani orqaga surmanglar. Hozirdan boshlasanglar, 3 oy vaqt o'tgandan keyin asankera tekislanganini, qorninglar ketganini, belinglar ingichkalashganini ko'rib, o'zinglar bilan faxrlanasizlar. Kechagina bitta ayol ham yozibdilar. Madina, sizni 2 yildan beri kuzataman. Bolam yaqinda 1 yoshga to'ladi. Tug'ruqdan keyingi 1 yillik qorinam ketadimi deb yozibdilar. O'zinglar bilasizlar, meni ham o'g'lim yaqinda 1 yoshga to'ladi. Lekin menda o'sha qorin muammosi yo'q. Ko'rdinglarmi, vaqtni zoya ketkazmaslik qanchalik yaxshi. Ularga ham yozib yubordim. 8-9 yillik qorningiz bo'lishidan qat'iy nazar, korsetimiz 100% ketkazib beradi deb.